Bu G'omama masjidi bulut masjidi ham deyishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu joyda turib hayit namozlarini, istixora namozlarini va jamoat bilan to'planib qurg'oqchilik bo'lganda shu yerda to'planib yomg'ir so'rab duo qilganlarida hali duolari yakunlanmasdan yomg'ir yoqqanlari xususida hadislarda kelgan. Bu G'omama masjidini 6 ta gumbazi bor. Eng katta gumbazi o'sha mihrobda, ya'ni namoz o'qiladigan joyda. Bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rivoyatlarda keladi, Najjoshiy olamdan o'tganda ham mana shu Najjoshiyni janozasini shu yerda g'oyibona o'qiganlari xususida kitoblarda yozilgan. Va bu yerda yana xususiyati Umar ibn Abdul Aziz, ya'ni xalifaligida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'p asor haqiqatlarini saqlab qo'ygan. Usmoniylardan Abdul Majid, ya'ni podshoh bo'lganda, xalifa bo'lganda mana shu toshlarni kesib mana shu masjidni qurdirgan. Ko'ryapsizlar, o'ta go'zal. Bu ya'ni Nabaviyya masjididan taqriban 350-400 metr atrofida, uzoq emas, yaqin joyda. Mana shu G'omama masjidi deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu G'omama masjidida ko'p duolar qilganligi va mana shu G'omama masjidida ko'p ibodatlar qilganligi tarix kitoblarida aytilgan. Va hamda yana bu taraflarda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning ya'ni masjidlari va hamda Umar roziyallohu anhu qurgan masjidlar bor. Inshaalloh o'sha joylarga ham hozir o'tib, u xususida yana batafsil ma'lumot beramiz inshaalloh.